Assalamualaikum, hörmətli kanalımız podpisçiləri, kuzatuvçular, yaxşımısınızlar, sağmısınızlar. Sizə üçün nağd pul, kredit bərpa 5 milyondan 300 milyonlardan alıb bilişsəniz mümkün edir. Bir də adreslərini düşündürüb ötəmən, adresləri Xanka Tumanımız 3 baxtanın yanından gələvərsinizdə bir kuruluş dökanına bax biləsiz. Şunun doğrusunda DNA tortları var. DNA tortlarından şu ötken yerinizdə həmrah da yazıb qoyub. Şöyle bemal'a gelsənizə, telefon nömrələrini ekran nüfəsində yazıb qoyubam. Telefonlaşıb gələsizə. Assalamualaikum. Bərnaxan, yaxşımısınız? Sağlığınız yaxşımı? Bu mikro maliyyə təşkilatınızda kredit bərp duran nağd pul əsasında. Nağd pulda alıb getərərlər. Xo'p, kimlərə bərəsə nağd pul, şularını bir obunachilarimiz tushuntirib, ma'lumot berib o'tsangiz. Bizani Hamroh mikromaliyya tashkilotimizda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun 5 milliondan 50 million so'mgacha kredit ajratib beramiz. Naqd pulda 1 yildan 4 yildan keyin doimiy ish daromadini ega, rasmiy ish daromadini ega bo'lgan fuqarolarimizga 50 million so'mgacha, keyin qarilik pensiyasi, nafaqasini chiqqan pensionerlarimizga 20 million so'mgacha, yani avtomobil garov evazini 2002 yildan yuqori bo'lgan avtomobil garov evazini kredit ajratib berib beramiz. Ko'p qavatli binolarda joylashgan turar joylar uchun 300 million so'mgacha kredit ajratib beramiz. Misol uchun 10 million kredit oladigan bo'lsa, 1 yil davomida 12 million 600 ming so'm etib qaytarishi mumkin fuqarolarimiz. Hamda shanba kunlari aholimizga qulaylik yaratish maqsadida shanba kunlarini ham ish tashkil etilgan. Shunda Bernaqam, men 10 million oladigan bo'lsam, 12 million 600 etib to'laydi ekanman. 1 yil davomida 12 million 600 ming so'm etib qaytarasiz. Oyma-oy. Tushunarli. 2 soat ichida kreditimizni rasmiylashtirib, qo'lina naqd pul shaklida beriladi. Faqat yengil mashinalarmi yoki katta mashinalar, yuk mashinalarni qo'yasiz? Barcha turdagi mashinalar 2002 yildan yuqori bo'lgan barcha turdagi mashinalarni garov evazini olib bilamiz. Tushunarli. Bernaqam, kreditni muddatidan oldinroq yapacak olsa, mana tushuntirib o'tsangiz. Kreditni muddatidan oldin yopiladigan bo'lsa, foydalangan oylar uchun faqat foiz to'lanadi. Qolgan ana asosiy qarzni o'zi qaytariladi. Hech qanday foiz to'lanmaydi qolgan pulini. Yaxshi. Xullas, shuningdek, hurmatli obunachilar, bemalol siz adreslarini tushuntirib o'tdim. Tushunmaydigan bo'lsangiz, ekran nufasida telefon raqamlarimni yozib qoldirdim. Bemalol telefonlashib kelaverasizlar.